Namaz qanday farz bo'lsa, zekat ham o'shanday degan var. Hazretler Xudoy taolo var Müslüman o'shanday farz amallarni o'tib, hadis qudusiyda aytilganday farz amallarni o'tib, Xudoy taologa yaqin bo'luvni, ani bilan birgalikda o'sha farz bilan chekilib qolmasdan qo'shimcha amallarni o'tib Xudoy taologa suykunli bo'lib, ana har birimizning badaniga o'rindalishni yaratgan o'zi nasib qilgan bo'lsin. Yaratan Allah Teala Ramazan ayımızda, bağımızda, yeri çurtumuzda,